Navoiy shahar hovlini doğrulab berdik. Hasharotlarga qarshi. Mana xolajonimizga garantiya qog'ozlarini yozib beramiz. Dezintash kompaniyasidan. Mana topshiramiz. Sertifikatga qabul qildik. Gaplaringiz bo'lsa bemalol aytishlari mumkin. Demak, inson sog'lik, salomatlikda faqat tozalik orqali ega bo'la oladi deb o'ylayman. Hamma joyda demak tozalik bo'lishi shart va zarur. Ayniqsa hozir yoz pallasida har xil infeksion kasalliklar, yuqumli kasalliklar, ayniqsa bolalar ko'p bo'lgan joylarda mana shu chang to'zon havomizda o'zida ekologiyamiz juda ham hozir inqirozga uchragan davrda biz sizga maslahat beramiz, dezintash faoliyatidan kuchliroq foydalanishingizni. Bu eng asosan o'zingizni, farzandlaringizni sog'ligi yo'lida xizmat qiladi deb o'ylayman. Shu maqsadda mana o'g'limiz Instagram orqali Boburjonni dezintash kompaniyasi bilan shartnoma asosida ishga chaqirildi. Kecha bugun 2 kun faoliyatlarni olib boryaptilar. Gilamlarimizni yuvishga beryapmiz, pardalarimizni yuvishga berdik va uyimizni, hovlimizni to'liq dezinfeksiya faoliyatini olib bordilar. Hozir 2-3 soat davomida xonalarimiz eshiklari yopib qo'yiladi va bu 1 yillik garantiya asosida mana shu dezintash demak Boburjon solgan mana shu kompaniyani faoliyatidan foydalaning. Sog'lik bu tuman boylik ekanligini hech qachon unutmang.